Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari va bizani kuzatib turgan mehmonlar. Bugun sizlar bilan birgalikda qishki shipanka olcha va malinani birgalikda shakarga aralashtirib muzlatgichda saqlash uchun tayyorlaymiz. Shunaqa ranglari ham chiroyli, zo'r bo'lib, olchalar ezilmasdan chiqadi. Juda ham zo'r bo'ladi, mazalari ham zo'r bo'ladi. Qani bo'lmasa boshlaymiz. Mana 1 kilo 200 malinaga shakar aralashtirilgan tayyor massamiz bor. Unga bu yerda 1 kilo shiponka olchamiz bor. O'shani oldin dumlarini olib, yaxshilab yuvib, danalarni olib, keyin bunga qo'shamiz. Mana shiponkamizni tozalab yuvib oldik, bandlarini olib tashladik. Endi buni danalarini ajratamiz. Dana olib tashlaganimizni malinani ichiga solamiz. Olchani oson usulda danaga olish yo'lini ko'rsataman. Yangi shpilkadan foydalanamiz. Shpilkani olchani bandi turadigan joyiga tiqib, sekin tortib olsak, olchani danaga osongina ajraladi. Albatta shpilkani tozalab, yaxshilab yuvamiz. Yangi shpilkadan foydalanamiz. Endi hamma danalarni shunaqa olib tashlaymiz. Mana malinani hamma olchalarni danagidan olib chiqazib oldik, sovaldik. Endi bo'lsa, buni ustiga olchamizni 1 kilodan ozgina oshiqroq, shuning uchun buni ustiga 1 kilo 100 shakar solib, yaxshilab aralashtiramiz. Mana shakar ham soldik, endi aralashtiramiz. Mana shunaqa rosa ham chiroyli bo'lib, olchalar mana butun-butun bo'lib ichida turibdi. Juda ham chiroyli, mazalari ham juda ham zo'r bo'lgan. Mana aralashtirib qo'ydik. Endi buni yarim soatga xaltnikiga qo'yamiz. Undan keyin yana yaxshilab aralashtirib, keyin konteynerlarga solamiz. Xaltdan qish ham kutmasdan, sabrim chidamasdan mana bundan choy ham qilib oldim. Mazasi juda ham zo'r bo'lgan. Endi buni hozir yarim soatga xaltnikiga qo'yib qo'yamiz. Mana oradan vaqt o'tdi. Endi yana yaxshilab aralashtirib olamiz. Ancha olchaligi shira kirgan. Yaxshilab buni aralashtirib konteynerlarimizga solamiz. Konteynerlarga joylashtiramiz. Mana yaxshilab aralashtirib oldik. Endi konteynerlarga joylashtirishni boshlaymiz. Mana olchalari ichida butun-butun bo'lib turibdi. Qishda o'zini yesak ham bo'ladi yoki bo'lmasa sariyog' nonlar ustiga xohlagan blinchiklarimizga solsak bo'ladi. Tvorogli bulchkalarimizni ustiga qo'ysak bo'ladi. Hamma narsada foydalansak bo'ladi. Mana olchalar butun bo'lib chiroyli bo'lib turibdi. Ranglari ham juda. Mana shunaqa chiroyli bo'lib tayyor bo'lgan. Ranglari ham, mazalari ham juda ham zo'r bo'lgan. Endi bularni hammasini ustiga qopqonlarni yopib, muzxonaga qo'yamiz. Agarda retsept yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmanglar. Yana keyingi videolarda uchrashguncha.